Shu pichoqlab qo'yibdi dedi, yugurib xabar oldik. Gapirsam hozir ko'zimga yosh ham kelib ketadi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida joriy yilning 11-aprel kuni 1999-yilda tug'ilgan, sartaroshlik bilan shug'ullangan yigit pichoqlanishi oqibatida vafot etdi. Voqea aynan mana shu yerda, sartaroshxonaning tashqarisida sodir bo'lgan. Bu yerda siz jarohatdan qolgan dog'larni ham ko'rishingiz mumkin. Biz shu kechki payt 8:30-9 atrofida edi. Qanaqadir bolalarning baqir-chaqir ovozlari eshitildi. Bir chiqib qaraganimizda yosh o'spirin bolalar bir-biri bilan so'kishib, shunaqa yurishuvdi-da. Odam ko'payib ketdi do'konimizda. Savdo bilan ovora bo'lib ketdik. Ular nariyoqqa ketishdi. Yana bir pasdan yana ovozlar eshitildi. Keyin bilsak, mana shu yonimizdagi sartaroshxonadagi yigitimiz bordi. Va rahmat qilsin, rosa ham yaxshi yigit edi. Shu bola ham chiqib ularni bir tartibga chaqirgan ekanda, baqirgan ovoz eshitildi. Kirib chiqsak, mana shunaqa bir pas ichida pichoq urilganini eshitib qoldik. Oqibatda esa yigit shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtida vafot etgan. Biz marhum istiqomat qilgan mahallaga keldik. Bugun ta'ziya marosimining 2-kuni. Sartarosh yigitning oilasi gumonlanuvchiga nisbatan qat'iy qonunan jazo tayinlanishini so'ramoqda, ammo ular ayni shu vaziyatda intervyu berishni istashmadi. Men ishda do'kon ochganimdan beri taniyman, yaxshi aka edilar. Shu atrofida baqir-chaqir qilib o'tib ketayotganda, endi ozgina tinchlik saqlasin deb chiqib gapirgan paytda, endi hozirgi bolalar 2007-2008-yilgi bolalar hali gap ko'tara olmaydigan bo'lib qolganmi? Bilmadim, o'zidan o'zi shunaqa konflikt bo'lib, yuragiga pichoq tiqib qo'yganini eshitdim. Juda ham tez topib kelishdi bolani. Gumonlanuvchi o'smirni ham yaqindan taniysizmi yo birinchi marta eshitdingizmi bu haqda? Yo'q, u bolani birinchi marta eshitdim. Bola haqida danlilarni bilmayman, ko'chada eshitishimcha oldindan shu 2007-2008-yilgi bolalarning ijtimoiy tarmog'ini tekshirishinglarni so'rab qolgan bo'lardim, chunki ota-onalar ham e'tibor berishini so'rab qolardim shunaqa. Bolalar ketgan, sartaroshimizga kirib yana sochchi olishda davom etgan. O'sha paytda sochchi olib bo'lgandan keyin havo almashtiraman deb chiqqan paytida o'sha pichoq tiqib olganda. O'rtoqlari ham bilmay qolishib, ichkaridagi sartarosh bolalar ham yugurib chiqishib, darrov uni mashinaga solishib, skoriyaga olib ketishdi. Farzandlariga, shunaqa oilasi, shunaqangi oila parvarisi ham yaxshi yigit edi. Kim yonimga kelsa, voy, o'sha bolammi deb ana hayron bo'lib qoldi-da. Gapirsam hozir ko'zimga yosh ham kelib ketadi. Shu pichoqlab qo'yibdi dedi, yugurib xabar oldik. Ana yerda odam to'lib ketdi. Shu hamdardlik bildiramiz endi, duoda biz hammamiz. Nechta farzandlari bo'lgan? 2 farzandi bor. Bir qiz, bir o'g'li bor. Ota-onasi bor, aka-ukalari bor. Ota-onalar har doim nazorat qilish kerak. Iloji bo'lsa, shu 8 dan umuman ko'chaga chiqarish kerak emas-da. Shu yomonlarga qo'shilib qolsa, odam nima qilayotganini o'zi bilmay qoladi. Bo'lsa shuncha odam gapirdi, tartibga chaqirishsa ham hech quloq solishmayapti-da. Shunda bir yaxshi inson o'tib ketdi olamdan deyman. Farzandlari yetim qoldi, ota-onasi, ayoli, hammasi ularga katta musibat bo'ldi-da. Mazkur holat yuzasidan Yangiyo'l shahar prokuraturasi tomonidan 12-aprel kuni Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, shu kunning o'zida gumonlanuvchi shaxsga ayb e'lon qilingan hamda unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni tunda nazoratsiz qoldirmang. Kim bilan yuribdi, hammasini tekshiring. Millar qotillik voqeasi yuzasidan o'z kuzatuvini davom ettiradi. Biz shu o'rinda marhum yigitning oilasiga hamdardlik bildiramiz.